Bu uyimizni go'zalligini qaranglar, tan olish kerak, bir qarashni o'zida qanaqa qilib uy qurish kerakligini quruvchi akalarimiz ko'rsatib qo'yishibdi. High-tech hamda neoklassik uslubida qurib bitkazilgan xonadonimizga xush kelibsiz azizlar. Ushbu xonadonimiz 4 sotik yer maydoniga ega, 2 qavatdan iborat va 7 xonalik, yangi remont va hech kim yashamagan holatdagi xonadonimizni to'liq video obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz juda ham katta, yaxshilab o'tirib joylashib olinglar. Videoyimiz ozgina cho'zilishi mumkin. Hozir biz turgan joy darvozaxonamiz hisoblanadi. Avtomatik darvozalar o'rnatilgan. Bitta moshina qo'yish uchun yetarlicha joylari ham bor. Tepasi mana yopiq naveslar qilingan. Yozgi oshxonamizni qaranglar, mashalloh. Niyat qilgan barchalarga eng kamida shunaqangi xonadonlarimizni olib yashashlik nasib qilsin ilohim. Landshaftli zonamizni go'zalligini qaranglar. Qimmat archalarni ham ekib qo'yishibdi. Hovli qismimizni go'zalligini ko'rdik, ana endi esa ichki holatlari bilan to'liqroq tanishib chiqamiz. Kiraverishdan boshlab tushuntirganimizda shunaqangi keng xo'l kutib oladi. Chap tarafdagi birinchi xonamiz bilan tanishtiradigan bo'lsam, ayollarimizning sevgan xonasi oshxona bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi kuxonning mebellarimizni go'zalligini. Oshxonamizda bo'lish kerak bo'lgan barcha sharoitlarimiz bor. Stol, stul deysizmi, bitovoy texnika deysizmi, hattoki stalish deysizlarigacha o'rnatib ketishgan. Oshxonadan chiqqanimizda to'g'rida bizni mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonamizga nechta mehmoninglar bo'lsa, barchasi sig'ib ketadi. Ustalarimizning mehnatiga lol qolmasdan ilojingiz yo'q. Bitta like bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Birinchi qavatdagi oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini barcha sifatli mebel jihozlari bilan birgalikda. Bu yotoqxonamizning o'zini chiroyli ta'mirdan chiqarilgan sanuzili ham mavjud. Yotoqxonadan chiqqanimizda o'ng tarafda hovlimizning orqa tarafiga o'tib ketadigan joylari bor. U yerda kotelli xona joylashgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, isitish tizimidan hech qanday muammolar yo'q. Birinchi hamda ikkinchi qavatlarimiz to'liq cho'pli pol qilingan. Uyimizning har bir qari joyidan unumli foydalanishgan. Bu zinamizning tagi to'liq garderob qilingan. Bu zinamiz orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu xonadonimizga oddiy mahsulotdan foydalanishmagan, bu lyustramizni o'zini ham palon pul yab kelishgan ekan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda shunaqangi keng xo'l kutib oladi. Birinchi xonamiz qiz farzandlar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan, o'zini barcha sifatli mebel jihozlari bilan birgalikda. Uni yonida esa o'g'il farzandlar uchun mo'ljallangan yotoqxona kutib oladi. Bu yotoqxonamizning to'g'risida kattakon mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin va oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan ikkinchi yotoqxonamiz joylashgan. Parda, gilam va mebel jihozlarini xonamizning ranglariga moslab qo'yishgan ekan. Bu yotoqxonamizning ichida ham o'zini sanuzuli bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham sifatli mahsulotlardan foydalanishgan. Do'stlar, barcha xonalarimizni ko'rdik. Hamma qiziq bo'lgan narxiga to'xtalamiz. O'zi joy egalari 230 ming dollardan kelyotdi. Yarim soatdan oshiq savdolashib 192 ming dollarga tushirdik. Ishonib aytamanki, bunaqa narxdagi xonadonlarni boshqa kanallardan topolmashingiz aniq. Eng asosiysi, uyimiz to'liq pishig'ishga qurilgan va gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan ham hech qanday muammolar yo'q. Manzilimiz Andijon shahar televizionlik ko'cha, aniq mo'ljal Hakan shifo больницani oldidan kirganda. Do'stlar, shoshilib qolinglar, bunaqangi narxdagi xonadon har doim ham uchiravermaydi. Bunday zo'r imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Nima ham deymiz? Uy market, uy joy sohasidagi eng ishonchli hamkoringiz.